Chaqaloqlar tug'ilgandan boshlab to 1 oygacha bo'lgan davrda yosh onalar bilan challenge qilamiz va bugun challengeimizning 8-kuni. Bugun biz kolika haqida gaplashamiz. Ko'p onalarning uyqusi buziladi. Nima uchun? Chunki chaqaloqlar o'zi kun bilan tunni almashib qolgani yetmaganda yana chaqaloqlarda kolika ham bo'ladi, ya'ni ichak sanchig'i. Bunda bolalaringiz oyog'ini qorniga tirab olib, yig'ib olib, yig'lashni boshlaydi. Bu kolikadan dalolat beradi. Ya'ni kolika bu bolalarda 3 haftadan 3-4 oygacha bo'lgan holatlarda normal hisoblanadi. Siz bunaqa holatlarda nima qilishingiz mumkin? Birinchi o'rinda qornini soat stelkasi bo'yicha silaysiz, ya'ni massaj qilasiz, oyoqlarni velosiped shaklida mashqlarni bajarasiz va eng asosiysi farzandingizni kenguru holatida ko'tarishingiz kerak. Uning qorni sizning qorningizga tegib turganligi, issiqlik bo'lganligi sababli gazlarning chiqishi osonlashadi. Shuni yodda tutingki, esingizdan chiqarmang. To'g'ri emizish texnikasiga rioya qilishingiz kerak, chunki noto'g'ri emizganingizda havo yutib yuborishi hisobiga kolikalar ko'payishi mumkin. Ertaga sizlar bilan juda muhim mavzuda gaplashamiz. Sutingiz yetyaptimi, yo'qmi? Shu haqida informatsiyaga ega bo'lasiz. Boshqa yosh onalar bilan bo'lishishni unutmang. Sizni farzandingizda kolika bo'lganda nimalar bergansiz va nimalar qilgansiz? Agar sizga dars qiziq bo'layotgan bo'lsa, siz to'liq kursimni sotib olishingiz mumkin, chunki u yerda bundan ham yaxshi va to'liq zo'r ma'lumotlar bor. Har bitta yosh onaga bu ma'lumotlar juda ham kerak. Aziz onajonlar, hozirda tanishtiradigan kursim oddiy kurs emas. Bu natijaga olib chiqadigan tizimli kurs. Chunki buni ustida 10 yildan ortiq mehnat qilingan. Kurs ichida 40 dan ortiq darslik mavjud va ularning har biri chaqalog'imizni sog'lom o'sishi uchun aniq yo'naltirilgan. Ya'ni chaqalog'ingiz qornidan bo'lsa, kechasi bezovtalanib uxlanmasa, tez-tez qusib yuborsa, sariqligi cho'zilsa, yaxshi ema olmasa, qanaqa uxud qilishni bilmasanglar va sizni qiynayotgan boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, barchasiga ilmiy asoslangan bosqichma-bosqich javob olasiz. Eng muhimi, kursga chaqaloqqa qo'shimcha ovqat kiritish bo'yicha katta modul ham qo'shilgan. Unda qachon va qanday boshlashni, qanday mahsulotni birinchi berishimiz kerakligi, to'g'ri ratsionni qanday tuzish kerak, haftalik menyuni qanday shakllantirishimiz kerakligi haqida barcha tayyor qo'llanma va amaliy darsliklar ko'rinishda berilgan. Tartibli bilim o'zingizga ishonch va bolaga sog'lom hayotni birinchi kunlardanoq ta'minlab bering. Hoziroq siz o'z bilimingizga investitsiya qilishingiz mumkin va investitsiyangiz orqali juda katta tejamkorlikka ega bo'lasiz. Ya'ni birinchi o'rinda asabingizni tejaysiz, ya'ni siz xotirjam bo'lasiz. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri, qayerda zudlik bilan murojaat qilish kerakligi va birinchi yordam ko'rsatishni o'rganasiz. Bundan tashqari keraksiz dorilarni bermaysiz va behuda vaqtingizni va pulingizni sarflamaysiz. Vaqtingizni, asabingizni va pulingizni tejang. Hoziroq adminga bog'laning.